Assalomu alaykum, E'lon akasi. Sankt-Peterburgdan Toshkentga reyslarimiz bor. Bugun 27-sentyabr. Mana akalarimiz o'tyapti. Oldindan hamma chotki. Stok registratsiya bu yoqda Urganch kechasi uchish kerak edi. Zadershkada mana bugun endi uchyapti. Biz bitta akalar Ostey bitta savolga to'xtalib o'tmoqchimiz. Bu nima? Rais Zolotay Korona. Zolotay Korona. Mana bu akamiz 3 oy oldin oldim dedingizmi? 3 oy oldin olinganda hozir ko'ryapman kuniga eng katta summasi 3000-4000 dan to'g'ri, общий 13 mingdan ko'payib ketyapti kuniga. 13 mingdan. Agar qani siz do'sti siz tushundiring bitta mana Zolotay Koronani problemasini. Men qarz olish juda katta. Mana bu yo'q. Oshnangiz olgan. Siz yaxshi tushunasiz uni. Shunday. Ya'ni bir kunda 13 ming rubldan tug'yaptimi? Bir kunda 13 mingdan 10 kunda 130 ming tug'ami? Ha. Qayerda to'laydi bu? Hozir qancha qarzingiz bor? Hozir 410 ming 410 ming qarz bor. Bu 3 oyda bo'lgan shu 3 oy ichida shuncha pul paydo bo'lgan. Вообще Zolotay Koronadan biz ochiqcha aytamiz akalar. Har kuni odamlarimiz bor. Вообще Zolotay Korona hozir juda qattiq ushadi akalar. Olmangizlar iltimos. Nima maqsad berasiz? Olmas kerak umuman. Xato ishini olish. Odamlardan olib turib keyin bergandan lutchi Zolotay Koronadan olmagan narsa. Shunday. Zolotay Koronadan bu olmaysa Odamdan olsa kutadi-da, foiz ko'paymaydi. Bundan olsa foiz ko'payib, o'ziga problema ko'payadi. akalar iltimos Zolotay Koronani вообще olmangizlar. Chunki hozir pasatka bilan ushsangiz ham, mashinada chiqib ketsangiz ham chiqarmaydi. O'ylab ko'ringizlar. Представить qilingizlar, kecha odamlarimiz Sankt-Peterburgdan Vnukovo Samarqandga пересадка hozir Pavedaga boradi. Ularda даже Peterdan chiqarmayapti. Hali Vnukovodan tamojini gapirmayapman. Akalar, bu juda ham o'ylantiradigan. Zolotay Koronani qanday nima qilsa bo'ladi, uni yopish, u faqat pul bilan yopasiz. U uyingizga ham boradi akalar. Bu yaxshi emas. Siz nima maslahat berasiz? Olsin olmasin? Yo'q, olish tavsiya beraman. Undan ko'ra tinchgina Och qulog'im, tinch qulog'im. Pul yo'q bo'lsa, mana hozir siz Toshkentga uchasiz, shundaymi? Mana hozir Qanot Sharqqa uchadi. Bu akamiz qani 413 ming bilan chiqib ketaladimi yo yo'qmi? davomini ham qo'yamiz. Davomini qo'yamiz albatta. Boshqa ilojimiz yo'q.